Agar bu video yuragingizga yetib borsa, jim o'tib ketmang. Obuna bo'ling, like bosing va izohda bir yaxshi so'z qoldiring. Va boshqa bir mavjudotlar. Shular ichidan siz bilamiz Alloh taolo odam bolasi qilib yaratdi. Bunga bitta alhamdulillah deyishimiz kerak bo'lsa, bu kishilar ichidan odam bolalarning ichidan musulmon qilib yaratdi. Bunga bir Allohga hamd aytishimiz kerak. Va mana shu musulmon qilib yaratib turib, mana shu musulmon ummatlar ichidagi eng afzali Muhammad alayhisolatu vassalom degan ummat qilib yaratdi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Va ista'adzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Agar meni bergan ne'matimga shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Agar noshukrlik qiladigan bo'lsanglar, meni azobim qattiq deydi. Alloh taolo mana shu iymon degan ne'matini berib o'ziga hamd sano bo'lsin. Shukrini ado qilib yashaydiganlar bandalardan qilsin Alloh taolo. O'tgan suhbatda sizlar bilan Hud alayhisolamning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va bu qissadan oldin xulosalarimiz shulardan iborat ediki, insonlar har qancha dunyoda boylikka, har qancha kuch-quvvatga, har qancha bir hukmronlikka ega bo'lmasin, baribir ular bir ojiz banda ekanligi biz xulosa olishimiz kerak shu narsani. Chunki Od qavmini Alloh taolo aytdi: "Allati lam yuxlaq mithluha fil bilad." Ya'ni yer yuzida qaytib ulardaqa xalqlar, ulardaqa elatlar yaratilgani yo'q. Ularning bo'ylari uzun edi, ranglari oq edi. Yer yuzini obod qilishlikda hech kim obod qilmagan ana bu paytda. Ba'zi mubolag'a rivoyatlarda boyligi shu darajaga yetgan ediki, ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumushdan, bittasi oltindan deb rivoyat qilinadi. Alloh a'lam. 60 metrli odamni g'ishini tasavvur qilishimiz mumkin. Biz har qancha harakat qilmaylik, ular yetgan narsani yarimiga yeta olmaymiz. Lekin Allohning bergan ne'matiga shukrni ado qilmaganligi uchun Alloh taololarni qanday vayron qilganligiga mana o'tgan suhbatimizda guvohi bo'lgan bo'ldik. Abu Dardo roziyallohu anhu Himsga borib o'tgan paytida qavmiga nasihat qiladi. Sizlarga nima bo'ldiki, o'limni o'ylamaysizlar, sizlarga nima bo'ldiki, dunyoga obod qilaman deysizlar, maskanlarda qurasizlar, mol dunyoda to'playsizlar. Allohga qasam, sizlardan bunga o'tganlar deydi, sizlardan ko'proq orzu havas qilishgan edi. Sizlardan ko'ra kuchliroq qurishgan edi. Sizlardan ko'ra ko'proq dunyoda jam olishgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi ulardi. Maskanlari quburga aylandi ulardi. Va to'plaganlari o'zlariga ziyonga aylandi. Ana shu o'tgan qavmlarda tarixini Alloh taolo Qur'onda bizga qissa qilar ekan, shu narsa bilan biz ularni zikr qilyapmiz. Alloh eslab Qur'onda aytib qo'yganligi uchun eslayapmiz. Ulardan tashqari qancha qavmlar o'tib ketdi, ularni birortasini hech kim zikr qilayotgani yo'q. Alloh taolo siz bilan bizni Muhammad alayhisolamga ummat qilganga hamd va sanolar bo'lsin va ne'matini shukr va yashashlikka nasib qilsin. Bugungi suhbatimizni inshaalloh mana shu Hud alayhisolamning qissasini davom etsak ham bo'laveradi. Ana shu Hud qavmini davomchilari bo'lgan mu'minlar Hud qavmidan ularni zurriyot haqida ketadi qissa. Bu Samud qavmi haqida ketadi. Hud alayhisalom arab millatiga millat deydi. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi, minhum arba'un minal arab dedi. Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan. Hud, Solih, Shuayb va nabiyuka Abu Zar dedi. Sizni payg'ambaringiz Abu Zar dedi. Solih alayhisalom Samud qavmiga payg'ambar qilib yuborildi. Mana Od qavmi shamol vayron qilayotgan paytda Hud alayhisalom 10 kishi iymon keltirgan mu'minlar ana shu o'zlarini qishlog'ida edi. Chiqib ketishmagan edi. Mu'minlar bitta to'planib o'tirgan edi, shamol u uyda bu uyda atrofdagilarda haja'alathu karramin deydi, kul qilib, turpoq qilib chachib tashlayotgan paytda Solih va Hud alayhisalom va mu'minlar to'planib yashab o'tirgan uyga shamol tegmas edi. Ular vayron bo'lib yo'q bo'lgandan keyin ular bu qishloqqa tashlab chiqib ketishdi. Demak, Od qavmini faqat mu'minlar tirik qoldi. Faqat mu'minlar yashadi. Vaqt o'tishi bilan shayton yana vasvasa qildi. Insoniyat yana kufrga, shirkka qaytdi. Mana Nuh alayhisalom qissasida gaplashganmiz. Agar yomonlar yo'q bo'lib, yer yuzida hamma yaxshi bo'lib kelsa, qana bo'ladi ekan hayot degan savol kelsa, javob shunday bo'ladiki, shayton yana boshqa tashin davom etkazaveradi. Ana shu yaxshilar ichidan yomonlarni chiqarib kelaveradi. Yukhrijul hayya minal mayyiti va yukhrijul mayyita minal hayy. Alloh tirikdan o'likni chiqaradigan zot, o'likni tirikdan chiqaradigan zot. Yaxshilardan ham Alloh taolo yomonlarni chiqarib qo'yadi. Chunki shaytonga Alloh taolo o'lmaslikka qiyomatgacha muhlat bergan. Insoniyat yana kufrga qaytdi. Alloh taolo bu safar
Mana Solih alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Solih alayhisalom. Solih ibn Ubay, ibn Isa, ibn Mashih, ibn Ubay, ibn Hadir, ibn Samud, ibn Od, ibn Irom, ibn Som, ibn Nuh alayhissalom. Solih alayhissalomda mana shajarasi Nuh alayhissalomga borib taqaladi, Hud alayhissalomdan va davomchilardan. Samud qavmi mana aytdik, Od qavmi Yamanda yashagan deb aytgan edik o'tgan suhbatimizda. Ommon va Yaman orasidagi bo'lgan hududda. Ular ana shu Allohning balosi sodir bo'lgandan keyin Yamanni tark qilishdi va shimol jazirani, Arab jazirasini shimoliga ko'chib o'tdilar. Hijr degan joyda yashashgan. Qur'on Karimda mana Hijr, Hud, Ahqof degan bir suralar bor. Mana shu qavmlarning qissalari haqida so'z yuritadi. Astagfirullah va laqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Shu Hijr egalari mursalin elchilarni yolg'on qildi deydi. Ya'ni Hijrga bitta payg'ambar yuborilibdi akalar. Bu kim ekan? Solih alayhissalom. Lekin nimaga Qur'onda Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'on qildi deyapti? Xulosaski la nufarriqu bayna ahadin min rusuli deymiz. Tushundingmi? Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz o'rtasini. Demak, bitta payg'ambar inkor qilgan kishi hamma payg'ambarlar inkor qilgandan barobar bo'ladi. Ulamolar bir aytadi, agar Musoga iymon keltirganlar, Musoga ergashganlar, Musoni payg'ambar deb taniganlar jannatga kirsa deydi. Biz albatta musulmonlar jannatga kiramiz, chunki biz Muso alayhisolamni payg'ambarimiz deb qabul qilganmiz. Agar jannatga faqat Iso alayhisolamga iymon keltirgan, ergashgan, unga ishonganlar kiradi desa, biz albatta jannatga kiramiz musulmonlar, chunki biz Iso alayhisolamni payg'ambar deb qabul qilamiz. Endi faqat Muhammad alayhisolamga ergashganlar jannatga kiradi desa, faqat biz kiramiz. Ya'ni biz payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan ajratmaymiz. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz. Shuncha Alloh taolo aytibdi, Hijr egalari payg'ambarlarni yolg'on qildi deydi. Bitta payg'ambarni yolg'on qilishlik butun payg'ambarlarni inkor qilishlik bilan barobar bo'ladi. Demak, ashabul Hijr bu Samud qavmi, Solih alayhisalom yashagan qavm. Samud qavmi yashagan joy hozirgi kunda mavjud. Hali navaroq aytilish kerak bo'lsa hozir aytib qo'yay. Hozir mavjud bu Samud qavmi yashagan, Alloh taoloning balosi yoqqan ana shu qavmlarda yashagan joyi mavjud. Madinaning shimoliy g'arbida 380 kilometr uzoqlikda ana shu makon joylashgan bor hozir. Lekin qiladiki biz hajga borganlarimiz shu tezroq uyga qaytib oladigan g'am bo'lgani uchun unaqa joylarda bir ziyorat qilishlikka, ibrat olishlikka shoshilmaymiz. Tezroq uyga borib olaylik degan narsa bo'lib qoladi, amalda tutkizib bo'lgandan keyin. Samud qavmi mana aytdik, Od qavmining zurriyotlaridan deb aytdik. Od qavmining bir hunari bor edi. Nima edi u? Tog'larda o'yib uy solishar edi. Mana shu hunarni ulardan egallashga o'rganganishgan edi. Va samud allazina ja'u as-sahra bil wadi dalaqtala. Samud tog'da o'yib, tog'da uy o'yib turib uy solgan qavm deydi. Ya'ni otalar ana shu Od qavmidan o'rgangan hunarni ular o'zlarida saqlab qolishgan. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Va Samud ularning makonlari sizlarga ko'rinib turibdi deya Alloh taolo. Alloh taolo ularga tog'larni sizlarga uy solishlarini qanday bir ajoyib qudrat egasi ekanliklarini Qur'onda bayon qiladi. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Solih alayhisalom o'zining qavmiga aytadiki, ey qavm, Od qavmidan keyin sizlarni yer yuziga hukmron qilgan Allohni eslaysizlarmi? Sohillarda, uylarda, tog'larda qasrlarni qurasizlar, uylarni qurasizlar. Alloh taoloning ne'matlarini eslanglar, yer yuzida fasod tarqatuvchi bo'lmanglar. Ya'ni Solih alayhisalomning tilida Alloh taolo aytayaptiki, Od qavmiga Alloh taolo qanaqa ne'matni bergan bo'lsa, hammasini Samud qavmiga ham bergan edi. Samudda bor bo'lgan hamma ne'mat, Od qavmida bo'lgan hammasi Samudda bo'lgan. Lekin ayni ana shu Od qavmida bo'lgan kufr ham Samud qavmida ham bir marta takrorlandi. Atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhli tal'uha hadin wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un.
Xuddi Odni o'zi, sog'da uylar, tog'da qasrlar, bog'lar, ne'matlar, buloqlar. Samud qavmida, Od qavmida nima bo'lsa shu bor deyapmiz. Yana Samud qavmida, Od qavmida bo'lmagan bitta narsa bor edi. Nima edi u? Bu Od qavmi haqidagi ibrat xulosa bor edi. Xuddi shu ne'mat Samudga ham takrorlandi va Samudga Alloh bitta narsani berdi. Sizlardan bo'lgan yashagan Od qavmi shu ne'matlarga, sizlarda bo'lgan ne'matlarga shukr qilmadi, biz ularni halok qildik degan xulosasi bor edi. Siz bilan bizda nima bor? Siz bilan biz ana shu o'tgan ummatlarda hammasini holidan ibrat bor bizda. Biz ibrat olishimiz kerak. Agar kim dunyoda qo'yayotgan bo'lsa, Od qavmini ko'rsin. Ko'chalarda g'ishlari pullardan kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi oxir? Agar biz amalda qo'yayotgan bo'lsak, Fir'avnni ko'raylik. Nima bo'ldi? Agar hukmron bo'lib ketgan bo'lsak, Namrud qaraylik. Bitta choloq pasha bunga kelib o'ldirib qo'ydi. Insonning qadr-qiymati qo'lidagi dunyosi bilan o'lchanadigan bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Kiygan kiyimi, mingan mashinasi bilan o'lchanadigan bo'lib qolgan. Vaholanki insonning qadrini Alloh taolo bu narsalar bilan o'lchamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Agar bu dunyo deydi, dunyodagi jamiki boyliklar bilan Allohning huzurida chivindir qonatishalik qadri bo'lganida, chivinning qancha vazni bor? Endi qonatning qancha vazni bo'ladi? Ana shu chivindir qonatishalik qadri Alloh uchun bu dunyodagi boylik deydi. Agar shunaqa qadrli narsa bo'lganida dunyo matosi, kofir bu dunyoda bir tomchi suv ichmagan bo'lardi. Lekin nima qilaylikki, biz o'lchovlarimiz, qalbimizdagi o'lchovlarimiz buzilganligidan insonning qadrini dunyo matosi bilan o'lchaydigan bo'lib qolganmiz. Lekin bu o'lchovlar insonlar o'zlari uchun qo'ygan yerda betidagi o'lchov. Ertaga yerda tagiga 2 metr pastga ko'milgan paytimizda bu o'lchovlar yerda betida qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi, inson o'lganda qabristonga 4 ta narsa bor orqasidan. Boyligi, obro'si, amali va bola chaqasi. 3 tasi qaytib keladi shundan deydi. Faqat amali qoladi deydi. Mo'min odamning qadri taqvosi bilan bo'ladi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh huzurida sizlarning eng hurmatli balandlar taqvodorlar deyapti. Samud qavmi dunyodagi hamma ne'matga erishgan. Dunyoda hukmron bo'lgan yakka ular. Ularda hamma narsa bo'lgan. Ya'ni biz siz bilan intilayotgan jamiyat narsa bo'lgan, lekin iymon bo'lmagan ularda. Shuncha ne'matga qaramasdan qavm bari kofirlikka qolaverdi. Alloh ulardan o'zlarini birodari bo'lgan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yuboradi. Solih kim edi? Solih alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmidagi hakim, solih kishilardan edi. Qavm o'rtasida bo'lmay qolgan, kelisholmay qolgan masalalarini, ba'zi ishlarni maslahatini hal qilgan muammolarni Solih alayhissalom oldiga kelishardi. Ya'ni hurmati joyida avtoritet odam bo'lgan. Qachonki la ilaha illallohga chaqirganda inkor qilishdi. Shunday bo'larkan o'zi. Harom kelganda ikkita birodar kelishmay qolaverar ekan. Biri harom buni qilamiz desa, biri harom buni qilmaymiz derkan, shu yerda ekan bo'linib ketaverar ekan. Nuh alayhissalom Parvardigoro o'g'li cho'kib ketgandan keyin oilamni saqlab beraman dedim. Seni va'dang haq edi. O'g'lim meni oilamga Alloh taolo dedi. Innahu laysa min ahlik. U seni bor emas edi, seni oilangdan emas dedi. E'tiqod masalasi kelganda, kufr bilan iymon kelganda, u qarindosh urush aloqalari uziladi dedi Alloh taolo. Nuhga Alloh taolo, seni o'g'ling emas u. Demak, aqida masalasi musulmonni birlashtiradi bir-biriga. Aqida masalasi la ilaha illalloh ikkita. Umuman xilma-xil millatdan, xilma-xil yerda bo'lgan odamlarni ota-bolaga yaqin qiladi. Endi ota-bola bo'lsa-ki, biri musulmon, biri kofir bo'lsa, o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda zikr qilyapti. أستعذ بالله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. Yani Solih alayhissalomni o'zini qavmida hurmati balandligini Alloh Samudda tili bilan bayon qiladi bizga. Aytishadiki, ey Solih, mana shu kalimani aytishlikdan burun ichimizda hurmatli yaxshi odam edingmi? Ota-bobolarimiz sig'inib kelgan butlarga ibodat qilishdan qaytarasanmi? Seni chaqirayotgan narsada biz shubhamiz bor. Seni ishonmaymiz payg'ambarligingga. Ya'ni o'zlari e'tirof qilyapti. Sen yaxshi odam eding biz ichimizda. Lekin la ilaha illallohga chaqirgan paytda yomon bo'lib qolyapti. Astagfirullah qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh huwa anshakum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib.
Ey qavm, sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'q, faqat Ungagina ibodat qilinglar. Sizlar yer yuziga hukmron qildi, unga istig'for etinglar. So'ngra tavba qilinglar, Alloh qorib va mujib bo'lgan zot. Hud alayhissalom o'zini qavmi otni qanday ogohlantirgan bo'lsa, Samud qavmini payg'ambari Solih alayhissalom xuddi shunday narsani takrorladi. A'uqiya zikru alayhi min baynina bal huwa kazzabun ashir. Alloh taolo aytadi Qur'onda qavmini dedi. Kelib senga tushdimi zikr? Senga keldimi payg'ambarlik? Balki sen kazzob bo'lsan, yolg'onchidirsan. Qalu innama anta minal musahharin. Sen sehr ko'rganlardan bo'lib qolsan. Solih alayhisalomga bir qancha odamlar iymon keltirgan bo'ldi. Samud qavmi ularni masxara qilib, sizlar Solihga iymon keltirdinglarmi? Ha degan javob berishganda biz kofirmiz bu narsaga deyishdi. Subhanalloh, biz hozir bir bo'layotgan ishlarni bir hikoya qatorida eshitib qo'yapmiz, lekin bu narsa sodir bo'lganda, ana shu kufrni keltirib turgan paytdagi odamlar ularni nima kutib turganligini bilganida ha bo'lardi ekan. Biz oxirini bilamiz. Bizga narsa bu qattiq ta'sir qilyapti, lekin insonlar boshiga kelmaguncha ko'zi ochilmas ekan. Hasan Basriy aytgandek, insonga o'limdan keyin boshqa ma'ruzani keragi yo'q. Solih alayhissalomdan shumlamagan bo'lishdi. Ya'ni sen naqsan, sen biz oldimizga kelding, bizni boshimizga musibat, bizga bir balo keladi. Qolib tayyarna bika va biman ma'ak, qala ta'irukum indalloh bal antum qawmun tuftanun. Bizdan nari bo'l. Qachon bizga yaqinlashadigan bo'lsang, bizga musibat yetadi. Sen shumsan. Solih alayhissalom o'ziga javob beribdiki: "Qala ya qawm, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min robbi va atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allohi in asaytu fama tazidunani illa taqsir." Ey qavm, agar Alloh menga o'zining rahmati bo'lgan payg'ambarlikni bergan bo'lsa, Allohga osiylik qilsam shundan keyin kimdir Allohning balosidan saqlab qoladi? Axir aql yurgizmaysizlarmi? Va sizlardan bu qilayotgan ishim uchun mukofot so'rayotganim yo'q-ku. Mening mukofotim Robbil alaminning zimmasida-yu. Aql yurgizmaysizlarmi deydi. Ya'ni mana shu da'votimdan men dunyo matosini orzu qilayotgan bo'lsam, dunyoda ta'ma qilayotgan bo'lsam, sizlardan mukofot talab qilgan bo'lmasmidim? Aql yurgizmaysizlarmi deydi. Juda ko'p bir xiyollar bo'ladi. Solih alayhissalomga qavmi iymon keltirishidan bosh tortadi. Shunda ana shu nodir qissalardan biri shu yerda ro'y beradi. Ular aytishadiki, hamma payg'ambarlar mo'jiza keltirgan. Sen quruq gapingga biz iymon keltirmaymiz. Sen bizga mo'jiza keltir deydi. Mana shu yerdan boshlanadi qissaning asosiy qismi. Aytishdiki, biz deyishdi, ana shu qavmning malolar bu qonni to'g'lari. Haligi zuvorasi katta olingan odamlar bizni aytganda, qavmini boshqaradigan peshvolari. Odatda payg'ambarlarga doim kambag'al bechora noto'g'rilar iymon keltirgan, chunki ularga Allohga ehtiyoji ko'p bo'lganda, so'radigan narsasi ko'p bo'lgan. Shakar tugasa ham Alloh deydi, yog' tugasa ham Alloh deydi. Endi qora qursoqi to'g'ri bo'lsa, u puli bilan xalq qo'yayotganga o'xshata nazar, shuncha Alloh demaydi u. Ulamolar aytgan, boylik shirkka, kambag'allik kufrga yaqin yuradi deyishgan ekan. Qaydaraman, boy odam kofir shirk keltirib qo'yishga yaqin yuradi. Kambag'al odam kofir bo'lib qolishga yaqin yuradi. Nima degani bu? Boy odam hamma narsani puli bilan, hamma narsani bir moli bilan xalq qilib turib, qo'limdan hamma ish keladi, pulim bilan bu problemani hal qilaman deb turib, shirk keltirib qo'yishlik xavfiga yaqin yurar ekan. Endi kambag'al odam kufrga yaqin yuradi dedik. Nima degani? Bu kambag'al odam halol bo'lib ibodat qilsa ham, ko'proq bir rizqiga bog'liq kelib ketavermasa, qiyinchilik bilan ozgina yashaydigan bo'lsa nima der ekan? Xudo Alloh o'zi deb orar ekan. Bir odamlar aytishdi, shu o'qimishli odamlardan, ziyoli odamlardan, akademik bo'lganlardan, Xudoga ishonmayman. Nimaga? Xudo bo'lsa, odamlar shuncha qiynalganini ko'rib turib, qo'yib qo'yamadi. Subhanalloh, bu dunyo imtihon emasmi? Akademik bo'lsa, lekin Alloh taolo qalbini ochmoqda. Bu odamda aqlli demaydi Alloh taolo. Agar bir insonda aqli Allohni tanimasa, u aqlli emas. Bir odamda o'qigan ilmi Allohni tanimasa, bu ilm emas. Bu gaplab qo'yish, chiroyli gapirib qo'yish ilm emas.
Agar Allohni tanitmasa bu orqali bu odam aqlli deyilmaydi. Agar dunyoda iymon keltirganlar hayoti zo'r bo'la olsa, unda yaxshi yashash uchun ham iymon keltira olmaydimi? Alloh taolo kimi dunyo bilan sinadi, kimi faqirlik bilan, kimi kasallik bilan imtihon emasmi bu? Bu akademiyada ahli joyda emas ekan. Chunki la ilaha illalloh qo'shib ishga to'g'risa, unda nima imtihoni qizib qoladi? Shunday emasmi? Ana shu qavmida mana shu qavmi qursog'i to'q, zuvoz katta uzilgan ma'lolari aytishdiki, ey solih deyishdi, mo'jiza keltir. Lekin to'g'ri kelgan mo'jizani qabul qila olmaymiz. Mo'jizani biz o'zimiz nima qilamiz? Buyuramiz, zakaz qilamiz. Subhanalloh. Agar Alloh iymon berishini xohlamasa bir bandasiga, millionta mo'jizani keltirganda ham subhanalloh, Iso alayhisolamga qavmi aytadi: "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushishlikka qodirmi?" deb so'rashdi. Ya'ni yer deyapti. Biz ham odamlarga o'xshab. Allohdan qo'rqinglar agar iymon keltira olgan bo'lsanglar. Tushib ko'raylik, inekin iymon keltiramiz dedi. Iso alayhisalom Allohdan so'radi: "Parvardigor, bizga mo'jizani tushirgin." Qur'onda mana mo'jiza degan sura bor. Allohning oxirgilarimizga bir ziyofat bo'lsin va sendan bir mo'jiza bo'lsin. Alloh taolo nima dedi? Men mana shu dasturxonni tushiraman. Lekin shundan keyin kofir bo'lganlarda hech kim azoblamagan azobimni azoblayman dedi. O'shuning uchun jahannamda eng tubida Fir'avn bo'ladi deyiladi. Yana mana shu dasturxon egalari bo'ladi. Chunki Alloh taolo Adxilu ala fir'avna ashaddal azob. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avnni jahannamda eng tubiga otishlar dedi. Shu dasturxon Alloh taolo ko'zini oldida dasturxon tuzilgan tushdi. O'tirib Iso alayhisalom sahih rivoyatlar. Iso alayhisalom yashagan shaharlar hammasi o'tirib yeyishdi. Yana kofir bo'lishardi. 12 tadan oshcha odam iymon keltirmadi. Bu nima degani? Bu yerda o'tirganlar birorta mo'jiza ko'rganlari yo'q hali. Birorta tuyani yoki birorta bir osmondan tushgan mevani lekin iymon keltirdiga birodarlar. Ularga ham shu bo'lib payg'ambarimiz zamonida yashagandan ko'ra keyin yashab iymon keltirgan afzal emasmi? Insonda qadr dunyosi bilan o'lchanlik dedik, iymon bilan o'lchanadi dedik. Demak bizni qadrimizni Alloh baland qildi. Endi shu kunni ado qilaylik, Alloh ziyoda qilib bersin. Agar shuni ado qilolmasa, Alloh qotib qo'yaman deyapti. Insonda iymondan ayirib qo'yadigan amali bo'lishi mumkinmi deb ulamolar so'rar ekan, ulamolardan. Inson e'tiqodda kofir bo'ladi. Araba havosi kofir bo'ladi, namoz o'qimasa bo'lsa kofir bo'ladi, e'tiqoddagi kufr. Endi amalda-chi desa 3 ish aytgan ekan ulamolar. Mana shu bizga berilgan iymondan ayrilib qolishimizning 3 ta ishi bor ekan. Birinchisi, shu deb iymonda shukri ado qilinmasa Alloh olib qo'yishi mumkin der ekan ulamolar. Eshityapmiz-a mana shu masalalarni? Shunga amal qilmasak, shukrni ado qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi, iymondan ayrilib qolishi mumkinlik xavfi yo'qosi insonda. Alloh iymondan qo'yishi mumkin degan qo'rquv bo'lmasa musulmonda, Alloh olib qo'yishi mumkin. Va musulmonlarga ziyon yetkazadigan bo'lsa, qasd qilib, shu odamdan ham iymon olib qo'yishi mumkin deb marhamat qilgan ekan ulamolar. Shukrni ado qilmasalar iymonda, iymondan ayrilib qolishi xavfi bo'lmasa ishlarda va musulmonga ziyon yetkazishlikni kasb qilgan bo'lsalar, iymonda Alloh olib qo'yish ehtimoli bor deb aytishgan ekan. Sen rost payg'ambar bo'lsang bizga mo'jiza keltir, lekin to'g'ri kelgan mo'jizani biz qabul qilmaymiz. Ana shu gapni yodlashib turishganda bir katta bir xasin toshni olib o'tirishardi. Bittasi aytdi: "Mana tosh yorilsin" dedi. Ichidan tuya chiqsin dedi. Boshqa kulishdi maza qilib. Masxara qilishyapti. Yana bittasi aytdi: "Bu tuya dedi, rangi qizil bo'lsin" dedi, yana kulishdi. Hali yo'q narsani ko'pirtirish bo'ladi-ku. Qonunda qanasa bo'lsa, desa, unjida mana qanasa bo'lsa, deb qo'shaveramiz-ku. Bo'lmaydigan narsa bo'lganligiga qo'shaverasizda. Qo'shaverdi. Rangi qizil bo'lsin deyishdi. Yana kulishdi xoholashib. Yana bittasi qo'shimcha qildi: "Juni uzun bo'lsin" dedi. Tuyani juni uzun bo'lmaydi o'zi. Yana xoholab, yana bittasi qo'shdi. Shunaqa katta bo'lsinki, bir kun biz ichadigan suvni kechgacha o'zi ichadigan darajada katta bo'lsin. Bir kun suvni u ichsin, bir kun biz ichaylik dedi. Yana kulishdi. Yana bittasi aytdi: "Qornida 10 oylik bolasi ham bo'lsin" dedi. Yana kulishdi. 10 oyda tug'adi tuya, agar bilmasa bilib olaylik.
Ya'ni mo'jizani zakaz qilishdi, bizni til bilan aytganda. Ishonishadilar. Buni qilolmasligiga. Solih alayhisalom aytdi, agar shu sizlar aytayotgan narsani keltirsam, iymon keltirasizlarmi dedi. Ular ha deyishdi. Ular shunday xotirjamki bu narsani nima qila olmaydi? Alloh azza va jallaga nima degan gap bu? Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, bir narsani xolasa bo'ldi, bo'ladi. Bizi Robbimiz qanaqa qudratli ekanligini bilsak akalar, Robbimizning kimligini yaxshi tanisakchi, hayotimiz shirin bo'lib qoladi. Biz tikka turibman, sizlar o'tiribsizlar. O suyanib o'tirgani beri qolmayapti. Chunki suyanchig'i bor ularda. Suyanmagani beri to'lyapti. Biz hayotda Allohga suyanishni bilmaganligimizdan belimiz qolib ketyapti. Birodarlar. Chunki bizning suyanchig'imiz yo'q. Biz o'zimizning harakatimizga, aqlimizga, pulimizga, tanish bilishimizga suyanganligimiz uchun belimiz qolib ketyapti. Har qancha ko'paytirsak ham bo'lmayapti xotirjamlik. Agar bu odam suyanchig'i bo'ladigan bo'lsa, beli tolmaydi, shunday emasmi? Bu qavmlar solihlar Robbisi kimligini tanishmas edi-da. Biz Robbimizga suyanib yashashni o'rganib olgan kunimiz hayotimiz zo'r bo'ladi inshaalloh. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Allohning zimmasida deydi. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkul qiladiganlarni, Allohga suyanadiganlarni yaxshi ko'radi deyapti. Tavakkul nima? Tavakkul ottibalar g'am qilmaslikki. Tavakkul nima? Dengizga to'g'ri olib qo'yib olashi. Endi baliq kelishligini g'am qilmasligi tavakkul. Natija haqida g'am qilmaslik. To'g'ri yayadi kerak joyga. Baliq borda bilgan joyga boradi, qo'ldan kelgan sababni qilib qo'yib qo'yib, natija haqida nima qiladi? G'am qilish shu tavakkul bo'ladi akalar. Bizda bor shu tavakkul. Insult, asma, shunga o'xshagan asab kasalliklari bo'lmaydi musulmon. Yo'q musulmonga bunaqa bo'lishiga. Chunki natija haqida g'am qilsa ham Alloh aytgan bo'ladi, natija haqida g'am qilmasa Alloh aytgan bo'ladi. Shunday emasmi? Solih alayhisalom kim edi? U mutawakkillardan, Allohga suyanganlardan edi. Shularni dedi, shularni so'ragan narsalar. Shu narsani, ya'ni Robbisini tanitdi kimligini. Biz ham taniymiz Robbimizni. Allohni tanishlik nima bilan bo'ladi? Ilm bilan bo'ladi. Ilm o'qishlik bilan bo'ladi. Robbingizni qancha taniysiz, shuncha yorliqqa, shuncha silliqqa yaqin bo'layotgan bo'laverasiz. Robbingizni qancha taniysiz, shuncha qalbingizga g'amlarni Alloh taolo uzoq qo'yadi qo'li bilan. Solih alayhisalom ana shu tavakkul qiladiganlardan edi. Odamlarni to'playlar dedi. Odamlar to'planishdi. Solih alayhisalom Alloh taologa duo qildi. Yer qimilladi. Tosh yorildi. Ichidan insoniyat tarixida eng katta tuya, juni qizil, juni uzun, qornida 10 oylik bolasi bilan tuya chiqib keldi. E'tibor beraylik. Otasiz, onasiz, quruq o'zi emas, qornida bolasi bilan. Alloh azza va jalla qodirmi? Subhanalloh robbil alamin. Alloh har qanday aytdan pok. Isoga otasi Xudo, otasi ziyarati deb Allohga o'rniga duo qilayotgan mushriklar Iso alayhisalom yarashini bir katta narsa deb bilsa, tuyaga qarab qo'ysin. Isoning har qanday onasi bor edi. Tuyaning otasi ham onasi ham yo'q edi. Yana homilador bo'lib chiqmadimi? Isoga Xudo o'rniga deyotgan mushriklar Alloh alayhisalomga qarasan. Otasi ham onasi ham yo'q edi. Lo'dan bo'lmadimi? Alloh qodir emasmi? Otasiz, onasiz, qornida 10 oylik bolasi bilan eng katta qizil rangdagi juri uzun tuya chiqib keldi. Iymon keltirdingizmi sizlar? Endi adaslar, shu kelgandan keyin iymon keltirsa kerak, yo'q birodarlar. Iymon Alloh taoloning bandasiga beradigan eng katta ne'mat ekanki, yaxshi ko'rganiga beradi uni faqat. Kam oldimi? Tuya chiqdi. Endi shartni Solih alayhisalom qo'yishni boshladi.
Astagfirullah. Hadihi naqatullohi lakum aya. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum adabun alim. Bu Allohning tuyasi. Ket qo'yinglar. Allohning yerida yursin, yesin. Yomonlik bilan qo'linglarga tegizmanglar, sizlarga alamli azob yetadi. Ya'ni mo'jiza ular aytgan sifatga mos bo'ldi. Bu mo'jiza shunaqa mo'jiza bo'ldiki, Musa alayhisolamning mo'jizasidan bo'lmadi. Musa alayhisolam qasdini tashladi, ilovalar hammasini yeb tashladi sehrida va tugadi. O'shada turganlar ko'rdi, 5 minutda 10 minutda tugadi. Unaqa mo'jiza bo'lmadi bu. Qo'lini qo'liga tiqdi, oqoqini chiqardi, tugadi. Unaqa bo'lmadi bu. Bu mo'jiza ular bilan bir necha oy yashadi. Agar sehrlarimizni ko'zimizda desa, sehr vaqtincha bo'ladi. Shunday emasmi? 1 soat bo'ladi, 2 soat bo'ladi, tugaydi bu sehr. Sehr bu ko'zni bog'lashlik. Bu sehr emas edi. Yana qator aytaman, iymonni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Va shukr qilishini talab qiladi. Shukr qilmasa Alloh tortib qo'yadi. Biz o'zimizdan ketmaylik. Iymonda eng asosiy joyi jon chiqayotgan paytda bilinadi. Amallar nima sehara o'lchanadi? Xotima sehara. O'shuning uchun bu yerda 3 ta narsa turish kerak. Shukrni ado qilish kerak. Ayrilib qolishligi mumkinligini esdan chiqarmaslik kerak, qo'rqib yashash kerak. Qala hadihi naqatun laha shirbun va lakum shirbu yawmin ma'lum va la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabun azim. Bu Allohning tuyasi. Endi suvni bir kun u ichadi, bir kun sizlar ichasizlar. Nima deyishar o'zlari? So'rash oladimi? Insonning balosi tilidan, tilinga bog'liq. Sendan so'radim bu 3 kun bir kun suv ichishni, bir kun suv ichishni. Bu masxara bo'lganida Alloh taolo ularni jazoladi mana shu narsa bilan. Suv shunaqa ishlardiki, tumshug'ini tiqib turib hovuzga bir kun kechgacha suv ichardi tuya. Bir kun sovuq qonuniy navbat qilganda suvni ichishardi, ertasi kunga olib qo'yardi, ertasi kuni kelib tosh tog'da yotib, shu kechgacha suv ichardi. Va suv ichib turgan paytda sog'ishardi sog'liq tuyani. Va suti butun qishloqqa yetar edi. Bu mo'jizani to'g'ri ko'rishganda mazasini. Lekin iymon keltirishdimi? Yana qaytarib aytib charcharinglar bu narsadan. Iymonda Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Mingta bo'lsan ko'rsating, agar Alloh qalbini ochmaydigan bo'lsa 2 pul. O'ylana ikkita martadan bir qo'yib to'g'ri namoz qo'yman demang. To'xta tasavvur qilib qo'ygan bu Allohni biz birodar Allohga chaqirishlikdan bo'lgan, birodar nasihat qilishlikdan bo'lgan bu xalqni egasiga yig'lash kerak. Parvardigor mashg'ulotni qabul qilishgan va shuni hidoyatda meni sabab qilgan. Allohumma ihdina va ahdina va ja'alna sababan liman ihtada. Parvardigor bizni hidoyat qil va biz bilan ham hidoyat qil odamlarni hidoyatiga bizni sabab qilgan duo. O siz hech qachon o'g'lingizni, qizingizni yoki xotiningizni bir musulmon bo'lishlikka majbur qo'ya olmaysiz. Agar Alloh qalbini nima qilsa, yumshatmasa. Kimga yig'laymiz ekan? Qarang, bolangizga bola namoz o'qidi ishdan bundan kim yig'lash kerak ekan? Ana Robbingizni tanisiz, bilasizlar qanaqa qilib muomala qilishni Robbingiz bilan. Inna mursilun naqati fitnatan lakum fattaqibhum wastabir. Albatta biz ularga tuyani fitna qilib beramiz. Kuzatib turing, sabr qiling Alloh taolo. Ya'ni bir ne'mat, bir mo'jiza bir qavmga ne'mat bo'lib kelishi mumkin ekan, fitna bo'lib kelishi ham mumkin ekan. Alloh bir bandaga dunyoni berar ekan, ne'mat qilib berar ekan. U fitna ham bo'lishi mumkin ekan. Inna min awladikum wa azwajikum aduwwan lakum. Mol dunyolarda, xotin bola chaqalarlarda sizlarga dushman bor, hushyor bo'linglar dedi. Qanaqa dushman? Agar mana shu bola chaqa, tijorat, xotin, uy, Allohning zikridan to'sib qo'ygan bo'lsa bu fitna bo'pti. Shu bola chaqani deb ibodat qilyapmiz, fitna ekan bu. Yo agar bu narsa biz Allohning ibodatiga tutadigan bo'lsa, bu fitna emas ekan. Va nabbi'hum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar. Va xabar qiling ularga, suv bo'lindi. Bir kun sizlar ichasizlar, bir kun tuya ichadi. Faqala lahum rasululloh naqatalloh. Allohning payg'ambari ularga bu Allohning tuyasi, ko'zinglarni ochinglar deb tahdid qildi ular oyoqlarida.
Mo'jiza mana aytdik, 10 oylik onada bolasi bilan edi, 11 oyda tug'adi, yana kamida 1 oy yoki undan ko'proq muddat tuya nima qildi? Yashadi birodarlar. Odamlar mo'jizani ko'rib, Allohga intilganlarda Alloh qalbini sekin-sekin hidoyat qilishni boshladi. Mo'jiza bo'ling. Ertaga shunday toshlardan kechgacha suv tushib chiqib ketadi. Kun olib ko'rishadi mo'jizani. Odamlar sekin-sekinlik bilan iymon keltirishni boshlashdi. Musulmonlar soni sekin-sekin bilan ko'paya boshladi. Va qavmlar ana shu ma'nolari bu tuya ichimizda yursa solihga ergashib keta qolar ekan odamlar. Bizni gapimizga kelmay solihga ergashib qolar ekan. Kelinglar tuyani o'ldiramiz deydi. Undan tashqari bu tuya bizni bezovta qildi. Chunki kun bo'yi suvda egallayapti bu kunga. Tog'dan tushib kelayotganda yo'g'onligidan tuyalarimiz, qo'y-qo'zlarimiz qochib ketyapti. Kelinglar qutulamiz. Favolarni biha. Allohning tuyasiga zulm qildilar. Aytilgan edi ularga. Yomonlik bilan qo'linglarga tegizmanglar, sizlarga Allohning alamiy azobi keladi deyilgandi. Lekin bu Alloh taolo ularning qalbini ko'r qilgandan keyin Alloh o'zi rahmat qilsin. Va mana shu malolar o'zlarining ichidagi ko'pchilik muarrixlarda e'tirofiga ko'ra Xudo ibn Salih ibn Jida degan kishini chaqirishdi. Alloh taolo u haqida aytadi, "Idin ba'sa ashqoha." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh yashab o'tgan odamlarning eng badbaxti mana shu Xudor deydi. Chunki Alloh aytadi badbaxti. O'zining ichidagi eng badbaxt kisini yubordilar deydi. Xudorning o'zini bir qancha bir ulfatlari bo'ladi. Arab majlisi bo'ladi, 9 kishi bo'ladi ular. Va kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Arab majlisi bor edi bularda. Birorta bir salohiyat yaxshilik yo'q edi, faqat fisq fujur bilan ovora bo'lardi. Chaqirishdi va tuyani o'ldirishlikka undan iltimos qilishdi. Xudo qabul qildi va qavmidan shart oldi, Samud qavmidan. Biz tuyani o'ldiramiz. Agar bir kimsa bizga ziyon yetkazmoqchi bo'lib, bizni bir jazolamoqchi bo'lib kelsa, hammalar himoyalarga olasizlarmi? deb so'rashganda ular nima dedi? Qadish dedi. Tuyani o'ldirishda faqat Xudo emas, butun qavm ishtirok etdi. Demak, Samud qavmiga balo yopmasa kelgan paytda Alloh taolodan ayni adolat sodir bo'ldi. Chunki qavm katta kishiga oq qorasini nima qilishdi? Rozi bo'lishdi. Agar Xudo o'zi o'ylab qo'yib Samudga balo kelganda, bu qavmlarga da'vo bo'lishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo nima qildi? O'zlarining o'zlariga hujjat qildi qarshi. Va kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Ana shu shaharda 9 kishi bor edi. Faqat yer yuzida fasod tarqatar edi. Hech qachon bir solih bo'lmagan ular. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah fakazzabuhu faqaruhu fadamdama alayhim robbuhum bi dhanbihim fasawwaha." فَأَخَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Solihlar yolg'on chiqarishdi va tuyani oyog'ini sindirishdi va Parvardigori qilgan gunohlardan ularni vayron qildi. Tuyani oyog'ini sindirishdi va Parvardigorining buyrug'idan yuz o'girdilar. So'ngra aytdilar: "Ey Solih, endi qo'lingdan kelgan ishni qil" deydi. Alloh bashirmasin. Mo'jiza deyishudi, mo'jizani ularda talab bo'yicha keltirildi. Mo'jizani Alloh taolo yaratib turib shart qo'yib qo'yib, agar shunga yomonlik bilan qo'lga tegizsanglarga balo keladi dedi, yana qo'lini cho'zishdi. Ahmoq emas edi bular. Jinnimi bular deysizlar? Yo, ahmoq emas edi, aqlli edi bular. Esli edi ba'zi odamlarga o'xshab. Lekin Alloh qalbini ko'r qilgandi bularni. Ko'zlar ko'rmas edi Alloh taolo, balki qalblar ko'r edishida bo'lgan deydi. Insonning ko'zini ko'rligi hech narsa emas. O'li qutuladi dunyoda bu ko'rlikdan. Qalb ko'r bo'lmasin. Tuyani o'ldirishlikka mana shu 9 ta kishi kirishdi. Va tuya o'zini suv ichadigan navbat kelgan kunda pastga qarab tushib kelayotganda, ana shu 9 kishi hujumga o'tdi. Xudo buyrug'ida hujum qilishdi.
Lekin tuyani kattaligidan, ulkanligidan haliga 9tasini, 8tasi qo'qqanidan qochib ketdi. Xudo kuldi ular ustidan. Tuyadan qo'rqasizlarmi dedi. Qo'lidagi asobi bilan borib tuyani oyog'ini urib sindirdi. Faqaruha degani aql degani bu oyog'ini sindirishlik degani ekan. Yiqildi va hammasi hujum qilib o'ldirishdi. Aytilgan mo'jiza, aytilgan shart bo'yicha keldi. Ularga ehtiyotkorlik qilishligi aytilindi, lekin Alloh ularni jahannamlik bo'lishini xohladi. Ular o'zlari xohladi bu narsani. Ular hech kim majbur qilgani yo'q. Tuyani o'ldirishayotganda bolasi tug'ilgan edi. Xuddi o'zini shaklida edi. Qizil edi u ham, yo'g'on edi u ham, juni ham uzun edi. Onasi bilan kelib suv ichar edi. Endi ana shu 1 oy yoki 15 kunlik tuyani bolasi onasini o'ldirishayotganda tohara qochib ketdi. Ana shu toshlarga bordi. Allohning mo'jizasini bolasi. Uni o'ldirib bo'lgandan keyin uni ham quvib yetishdi. Uni ham o'ldirishdi. O'ldirishganda 3 marta qattiq qichqiradi. Solih alayhisolamga bu narsani xabar etganda, tezlik bilan yetib kelsa, butun Samud qavmi to'planib, tuyani so'yib, pishirib, go'shtlarni yeb o'tirishgan bo'ladi. Sutini tushirib, go'shtini ham yeyishdi. Nima deyilgan ularga? Wala tamassuha bisu, yomonlik bilan qo'llab uzatmanglar. Sizlarga bir alamlantiruvchi azob tushadi degan edi. Tuyani o'ldirishdi. Solih alayhisalom aytdi, endi sizlar o'zingizlarning hovlilarda 3 kun ne'matlanib yashab olinglar. Sizlarga 3 kun muhlat dedi. Ya'ni 3 kundan keyin sizlarga nima keladi? Balo keladi dedi. Hamma go'shtdan yedi. Tuyani o'ldirgandan keyin bu bilan kifoyalanishmadi. Aytishdi, Solihni o'ldirib qo'ydingizmi endi deyishdi. Mana shu 9 kishi qonuna to'g'risida tuyani go'shtini yeb bo'lgandan keyin Solih alayhisalomning uyiga qarab jo'nashdi. Va balo birinchi bo'lib mana shularga boshiga yog'di. Yer qimirladi ular mana shu yo'lda ketayotganda. Hammasi tizzasiga cho'kib qolganda boshiga tosh yog'di ularning hammasiga. Va kana fil madinati tis'atu ra'in yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Yerda faqat buzg'unchilik qiladigan 9 kishi birinchi bo'lib halok bo'ldi. Solih alayhisalom va mu'minlar qavmni tashlab chiqib ketishdi. Balo va'da qilingan kun kelishidan burun. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li waliyhi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun. O'zlari aytishdiki, Solihning kechasi o'ldiramiz. So'ngra urg'oymog'i bizdan so'rasa, biz uni ko'rmadik, biz bilmaymiz hech narsani, biz rost gapiryapmiz deb qo'yamiz deyishdi. Urug'iga o'shaqa deyish bo'lar, lekin Alloh oldida deb javob berishadi. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Ular makr qildi deydi Alloh. Javob berdi. Ular makr qildi, hiyla qilishdi. Biz ham makr qildik deydi. Endi ularning qilgan hiylasini, makrini oqibati nima bo'ldi? Sezishmay qoldi. Albatta biz ularni hammasini vayron qildik dedi. Ular ham bir ish qildi deyapti Alloh. Biz ham bir ish qildik deyapti Alloh, lekin sezishmay qoldi. Biz ularni qanaqa bayroq qilib olganligimizni. Solih alayhisalom qavmni hayollarimiz uchishi bir pasdaga. Subhanalloh. Ana shu va'da qilingan baloga birinchi kun kelganda ajoyib manzara yuz berishni boshladi. Birinchi kun Samud qavmining hammasini yuzi sariq rangga bo'yaldi. Yuzi sariq bo'ldi hammasini. Balo kelishiga aniq bo'lib qoldi. Solih rost gapirgan ekan. Endi nima qilamiz? Ikkinchi kuni yuzi qizardi hammasini. Uchinchi kun yuzlari qora rangga kirdi. Mana endi omonlik yo'q. Mana endi inson o'ziga o'zi qabr qazishligini tasavvur qila olamizmi? Biz hayotda qo'l olgan eng katta narsa o'lim. Lekin bular o'limni orzu qilib qolishdi. Chunki balo kelishidan buni o'lib oladi degan bilan o'zlarini qo'llaridan o'zlari qabr kavlashdi. Allohga hamd sano bo'lsin, o'sha paytda o'sha qavm ichida o'qolmoqmiz. O'rnimizga qo'yib ko'raylik-da, na'uzubillah. Holimiz nima bo'lardi ekan?
O'limni kutishlik, baloni kutishlik, balo o'zidan ham og'ir olmaydimi? Qo'rquv vahimasi. Qavm yig'lay boshladi. Solih valas xat chiqib qoldi. Qabr qazishni boshladi, omonlik yo'q. Endi azob keldi. Azob qana qilib keldi. Bu Hud alayhisolamning qavmiga o'xshab bitta balo, shamol kelib yo'q qilmadi bularda. Nuh alayhisolamning qavmiga kelgan to'fondaqa bitta balo kelmadi. Ularga bir necha azob keldi. Sabab mo'jiza ular talab qilgan suratda keldi, lekin kofir bo'ldi, balo ham boshqachasi keldi. Birinchi bo'lib yer titradi. Hammasi yerga yiqilib qoldi, oyog'ida birov tura olmay qoldi. Va ustidan chaqmoq urdi ulardan, bitadan. So'ngra bitta qichqiriq tutdi, fasbahu fi darihim jathimin. To'kilib qoldi o'zlarining yurtlarida. Ana, to'g'ri gapni o'tkazib yubordik. Lekin buni kayfiyat qanaqa bo'lganligini qavmlar o'zlari biladi. Yer titradi. Jina yer qilmasan nima ketyapmiz biz? Yuraklarimiz to'xtab qolmayaptimi urushdan? Hammamiz shikka qarab qolyapmiz. Kalima gapirib olyapmiz. Nima ish qilib o'tirishimizdan qat'iy nazar. Faqat shuni desaydi Alloh. Qiylangan kunlarda Alloh sizlarni eslashini xohlasanglar, yengil kunlarda Alloh ko'p eslaylar demadimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Chaqmoq urdi va bir qichqirib tutdi. Astagfirullah. Fa'adathum ar-rajfatu fasbahu fi darihim jathimin va fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'ataw an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهِشِيمِ الْمُحْتَظِرِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Qachonki bizni buyrug'imiz baloimiz kelganda, solih va u bilan birga iymon keltirganlarni bizni rahmatimiz bilan saqlab qoldik. Ular faqat iymon keltirib qo'yganligi uchun emas ekan saqlanib qolishligi. Allohning rahmati bo'lganligi uchun omon qoldilar. Hammamiz bilamiz, jannatga hech kim amali yetmaydi kelib ketishlikka. Rasululloh shu hadisda aytganda, "Ya Rasululloh, siz amalingiz dedi, meni amalim ham yetmaydi" dedi. Faqat Robbim o'zining rahmati bilan meni o'rab olgandan keyingina kiraman dedi. Demak, bular iymon keltirgan uchun emas, faqat shuning uchun emas, Allohning rahmati bo'lganligi uchun saqlab qoldi bularni. Shuning uchun siz bilan biz ham Allohdan bir narsani so'rayotganda, "Bi rahmatika ya arhamar rohimin." Rahmating bilan bergin. Biz loyiq emas, shuning uchun bermas. Biz hali nima deydi? Zaslujeniy emas akalar. Rahming kelganligidan, marhamating bilan, muruvvating bilan bergin. O'zi loyiq emas bu marhamatingga degan narsani esdan chiqarmaylik. Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, Robbimizni kimligini tanisak, inshaalloh joyda turadi hamma yo'q. Alloh tavfiq bersa. Fatilka buyutukum khawiyatun bima zalamu inna fi zalika la'ayatan liqawmin yaqilun. Ana deydi Alloh taolo. Uylari deydi, qilgan zulmlar tufayli bo'shab qoldi deydi. Albatta mana shu ishda aql egalari uchun ibrat alomatlar bor, oyatlar bor. Alloh taolo bu qissani rostligini dalil qilib, ularning uylarini hozirgacha saqlab qo'ydi. Kim mana shu Madinaning shimoliy g'arbiga 380 kilometr masofada joylashgan bu qavmning yashagan joyi, agar o'sha yoqqa hujjat kerak bo'lsa borib ko'rilsa, shu maskanlarni Alloh saqlab qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana solih va mu'minlar muborak Falastin yeriga hijrat qilishdi. Romlarda yashadi shu yerda vafot etdi Solih alayhisalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga sahobalar bilan ketayotgan paytda Rasulullohning qancha sahobalari ana shu Samud qavmini qishloqdan o'tib ketyapti, hovuzidan suv olib, ba'zi idishlaridan olib, suv quyib chiqib ketganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topdi-da, suv to'kilsin dedi. Idishlar sindirilsin dedi. Va shu suvda qilingan ovqat tashlansin dedi. Avval dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohga daroz qilgan azoblanganlarning uylariga kirmanglar. Agar kirishga to'g'ri kelib qolsa, yig'lab kiringlar. Tabarruk, agar yig'lamasanglar, yig'lagandek uvullab kiringlar dedi. Chunki ibrat olishlik kerak. Qabristonga chiqib bemalol dunyo gapini gaplashayotganligimiz, ibrat olmayotganligimiz akalar. Janoza orqasida bemalol dunyo gapini gaplashib, xohlashib ketayotganligimiz qalbimiz g'ofilligini belgisi. Ro'parasida o'lim turib, odamga qanday turgisi keladi? O'zimizga baho beraylik. Har bittamiz. Hasan Basri aytgandek, o'lim
dan keyin insonga boshqa ma'vizani keragi yo'q. Agar qabristonda bu mahzun bo'lmaydigan bo'lsak, bilmadim endi qani mahzun bo'lamiz. Alloh taolo birdaniga ikkita xotirjamlik beradi deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita halokat ham bermaydi. Kim mendan dunyoda qo'rqsa, oxiratda xotirjam bo'ladi deydi Alloh. Hadis qudusiylarda keladi. Kim mendan dunyoda xotirjam bo'lsa, qiyomatda qo'rqadi deydi. Dunyoda qo'rqadi Allohdan. Ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Albatta Samud qavmi Robbisiga kafir bo'ldi. Oqibati nima bo'ldi Samud qavmi? Mana akalar, bu suhbatda oladigan xulosalarimiz nimalardan iborat? Eng birinchi, har bitta qissada oladigan xulosamiz birinchisi, iymon degan ne'matni Alloh faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Shu esimizdan chiqmasin. Bu eng asosiy ibrat, eng asosiy xulosa bu qissalarda. Alloh taolo adashtirsa bir bandani, mo'jizani o'zini zakasi qilib turib, o'zi so'z berib qo'yar ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shu bergan ne'matlarga shukr qilib, iymon degan ne'mat shukrni ado qilib yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Chunki Alloh taolo o'zi tavfiq bermasa, biz bir qoplam suvni ichib yutib olishimiz bizni qo'limizdan kelmaydi. Endi iymonga shukr keltirishlik undan tashqari, undan barobar bo'lgan ish. Alloh taolo o'zi shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Agar bu video yuragingizga yetib borsa, jim o'tib ketmang. Obuna bo'ling, like bosing va izohda bir yaxshi so'z qoldiring.